Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 8-may, haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimizni holatlari. Ko'rib turganlaringdek ko'pchilik sarig'idan so'raganlarga mana xudo xolasa ishlar ajoyib, nihoyatda chiroyli sariq chiqyapti. Hozir yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ko'rib turganlaringdek bu yerda ikkita xumdonimiz bor. Bu birinchi zavodimiz bo'ladi. Ishlarimiz razmerlari standart. Обычный ishlar ham deyishib qo'yadi. Eni 603 chiqadi. Ko'pchilik shu sho'ri bormi deganlarga xudo xolasa sho'rlashgani yo'q. Sanoqlari muammo bo'lmaydimi deganiga sanoqga garantiya, bo'linib ketmasligiga garantiya beriladi. Sho'ri xudo xolasa chiqqani yo'q. Ozmoz bo'lishi mumkin deb aytilmoqda. Hozir ikkinchi xumdonimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana yaqindagi holatlari ishlarimizda. Mana taklangandagi holatlari hozir 10 mingtalik mashina